Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana salkam bir oy oldin o'zimizni kripto darslarimizni boshlagan edik. Vaqtlar ham tez o'tib, darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darslarimiz hammaga tushunarli va foydali bo'ldi degan umiddamiz. Darslarimiz tekin bo'lishiga qaramasdan, komandamiz bilan buning ustida ko'p ishladik va pulli darslarda bo'lgan kabi ko'proq va undan-da yaxshiroq ma'lumotlar berishga harakat qildik. Va ayniqsa domlamiz, ustozimiz Ma'murbek, Alloh rozi bo'lsin, duo qilib berarsilar. Kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan mas'uliyat his qilgan holda ancha o'zlari ustida ishlab, sizlarga yaxshi ma'lumot berishga harakat qilishdi. Xo'p, darslarimiz tugadi. Endi nima qilamiz degan savolga kelib, bugun shunga javob bergan holda va darslarimizda aytib o'tilgan muhim narsalarni bir takrorlab olsak. Hop, birinchi o'rinda kelishib olaylik. Kripto bozori bu tez boyib ketadigan bozor emas. Bu bozor boshqa kasblar kabi va undan-da ko'proq mehnat talab qiladi. To'g'ri, qo'l mehnat talab qilmaydi, lekin aqliy mehnat talab qiladi va o'zlaringiz bilasizlarki, aqliy mehnat ba'zi payt qo'l mehnatdan ko'ra qiyinroqdir. Shu sababdan darslarimizni tugatish bilan shoshilib bozorga kirib ketmanglar. Sababi bozor bu bizdan oldin ham bo'lgan, bizdan keyin ham bo'ladi. Hech qachon bozordan kecha olmaymiz. Naboratiga agar hozir shoshilib kirib borsak, shu yiqqan dastmoyamizni ham yo'qotib qo'yish ehtimolimiz bor. Endi bozorga kirishdan oldin ba'zi narsalarga e'tibor berishlikni so'rab qolardik. Birinchisi va eng muhimi bu halollik. Alhamdulillah hammamiz musulmonmiz va har bitta musulmonga har bitta holatda shariat nima deyapti deb halol yo'lni tanlashdir. Agar musulmon bo'lmaganimizda bizda birinchi vazifa bu o'zimiz yaratganimiz, ya'ni Allohni tanishlik bo'lardi. Alhamdulillah biz bitta qadam oldin va yana iltimos qilar edik bu sohada juda ham, ya'ni rizq sohasida juda ham hushyor bo'lishligini. Va biz ham darslarimizda e'tibor bergan bo'lsalaring, faqatgina shariatga to'g'ri keladigan savdoni o'rgatib ketganmiz. Nimaga ko'p halollik haqida gapiryapmiz? Sababi bu soha butun dunyoning bozori kompyuteringizda yoki telefoningizda joylashgan bo'lib, bunda bitta knopka bilan riboga aralashib qolishingiz mumkin. Bitta knopkani bosib haromga aralashib qolishingiz mumkin. Agarda oddiy bozorda bo'ladigan bo'lsa, riboga aralashish uchun masalan kimnidir ham qarz to'lashingiz kerak, ya'ni uni qanaqadir vaqt o'tadi. Ya'ni o'zingiz bilasiz riboga aralashtirganingizni. Bunda bo'lsa bilmasdan turib aralashib qolishingiz mumkin. Lekin ikkalasi ham bir xil. Bu ham ribo, bu ham ribo. O'shaning uchun biz iloji boricha birinchi o'zimizga ham vazifa qilib qo'yganmiz, birinchi o'zimiz uchun aniqlab olishdi va sizlarga ham shularni yetkazishdi. To'g'ri, kimlardir aytishi mumkin, o'zi kriptoni o'zi 50 yillik bo'lib yotibdi deb. Ha, to'ppa-to'g'ri. Ba'zi ulamolar ruxsat berishmagan. Va biz ham sizga aytgan bo'lardik, agar siz qaysi masalan O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistondagi ilm ahllarini eshitib turgan bo'lsangiz, agar ular ruxsat berishgan bo'lsa, qilishni, agar ruxsat berishmagan bo'lsa, ularning gapini eshitishni tavsiya qilar edik. Chunki biz kelib turib kriptoga kirmagan, kriptodan taqvo qilgan yoki aksiya bozoridan taqvo qilgan insonlarga kelib turib kiringlar demaymiz. Ular taqvo qilishgan, Alloh o'zi ajrini bersin, mashalloh. Lekin biz maqsadimiz kim? Shu bozorga aralashmoqchi bo'lgan, shu bozorga kirmoqchi bo'lgan yoki kirib bo'lgan insonlarga buni qilsang to'g'ri, buni qilsang noto'g'ri deb aytish. Va uni ham oldin ham aytganmiz, bularni o'zimizdan aytganimiz yo'q. Biz ham bularni islom moliyasi mutaxassislari bilan kelishilgan holda, gaplashgan holda, ulardan so'ragan holda shularni sizlarga yetkazyapmiz. Va tez orada masalan short, futures, margin degan savdo turlari nimaga islom diniga to'g'ri kelmasligini dalillar bilan videolar chiqarishni boshlaymiz xudo xolasa. Birinchisini kelishib oldik, halollik. Endi ikkinchisi bu nima? O'zimizni qanaqangi treyderligimizni aniqlab olishimiz kerak. Day tradermizmi, swingmi yoki investormizmi? Bularda farqlarini darsimizda aytib o'tganmiz. Agar bilmasangiz, bemalol kirib YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Darslarimiz o'sha turibdi. Va biz sizga swing trader bo'lishni tavsiya qilardik. Sababi har bittamizni ishimiz bor yoki o'qishimiz bor. Ko'p vaqtimizni olmaydi va boshida qancha kam savdo qilsak, shuncha kam pul yo'qotamiz. O'shaning uchun biz sizlarga swing trader bo'lishni tavsiya qilgan bo'lar edik. Uchinchisi, demo account. Nimaga demo account? Chunki aytganimizdek, bunda darsni tugatib bo'lishingiz bilan professional trader bo'lib qolmaysiz. Buni o'rganishingiz kerak, hali o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Biz ham qo'limizdan kelgancha onlayn, offlayn berib boramiz va o'zingiz ham izlanishingiz kerak va praktika qilishingiz kerak. Praktika. Buni endi ikki xil yo'li bor. Birinchisi pulingizni qo'yib, pulingizni yo'qotib praktika qilishingiz mumkin yoki demo akkauntda praktika qilib olishingiz mumkin. Aytganimizdek, bozor qochib ketmaydi. O'shaning uchun shoshmasdan bemalol birinchi 3 oy, bo'lmasam 2 oy sabzija chidamasa 2 oy demo akkauntda praktika qilib ko'ring. To'rtinchisi, produkt, ya'ni tovar. Kripto tilida aytganda coin yoki token. Siz o'z olmoqchi bo'lgan tovarni, coinsni 3 tasini tanlab oling. Maksimum 3 tasi. Ko'pi boshingizni ortib qo'yadi. 3 tasini tanlab oling va ularni yaxshilab o'rganib chiqing. Uni orqasida kim turibdi?
eng qimmat narxi qanchagacha chiqqan, eng past narxi qancha bo'lgan, oxirgi 3 oyda nima bo'lyapti bozorda, tovarga talab bormi, qancha talab bozorda tovar bor, bularni ham darslarimizda aytib o'tganmiz, hammasini detalni aytib o'tganmiz. Ularni ham bemalol kirib ko'rishingiz mumkin agar o'tkazib olgan bo'lsangiz. Aniqlab oling shularni. Va pump bo'ladiganlar bor, ya'ni tez ko'tarilib tez tushadigan koinlar bor. Ularga iloji boricha uzoq turing. Sababi birinchisi ko'pi harom bo'ladi, ikkinchisi scam, ya'ni yo'q ketadigan proyektlar bo'ladi. Endi koinlarni halol harom degan qanday bilamiz degan savol kelib chiqishi mumkin. Biz xudo xohlasa Telegram kanalimizga 10 tachasini tanlab tashlab qo'yamiz. O'zimiz tekshirib ko'rgan va islom moliyasidagi mutaxassislar ham tekshirib ko'rgan 10 tasini tashlab qo'yamiz va bundan keyin ham o'zimiz topganlarni tashlab boramiz. Shu 10 tasi boshida yetadi. O'shalardan yaxshilarini tanlab oling. Endi produkt tanladik. Endi nima? Endi strategiya. O'zingizga ma'lumki, hech qaysi ish yoki plansiz bo'lgan ishlar afsuski ko'pi yaxshilik bilan tugamaydi. Bunda ham xuddi shunaqangi. Savdo kirishdan oldin o'zingiz planingiz bo'lishi kerak. Plan nima? Ya'ni qachon olasiz, qachon sotasiz va o'sha plan qilganingizdan keyin u planda bitta plan qilsangiz, bitta planga doim amal qilishingiz kerak. Biz darslarimiz 3 ta qismini shu strategiyaga bag'ishladik va sizlarga 2 ta strategiya o'rgatdik. To'g'ri, osonroq strategiya, lekin o'quvchilarimizning ichida yangi boshlaganlar juda ham ko'p. Shu sababdan biz onlayn darslarda tushunishga oson bo'lgan strategiyalar berdik va sekin-sekin xudo xolasa yaxshilan bundanda kuchliroq strategiyalar berishni boshlaymiz. Lekin hozir bergan strategiyalarimiz ham o'xshaydi va oson. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi bo'lib o'zingizni strategiya tanladingizmi? O'shanga oxirigacha amal qilishga o'rgatishingiz kerak. Agar ko'p berib olganimizda, ishoning, bundan unga sakrab o'tdi avtobusda masalan birinchi eshigidan kirib, keyin chiqib ikkinchi eshigidan kirib avtobus o'tib ketib qoladi-ku. Shunaqangi qilib zarar qilib qolardingiz. O'shaning uchun hozir kamroq berdik, kam bo'lsin, lekin o'shani amal qiling. 3 oy amal qiling. Bundan keyin xudo xolasa yangilarini berishni boshlaymiz. Plan va strategiya. Bu 5-inchisi edi. 6-inchisi bo'lsa bu risk management. Bu eng muhimlardan bittasi. Bu haqda ham bitta emas, ikkita emas, 3 ta dars qilganmiz. Ya'ni bu muhimligini bilishingiz uchun 3 ta dars qilganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsalaringiz, iltimos shunga e'tibor berib ko'rishni iltimos qilardik. Chunki bizning maqsadimiz tekin dars qilganimizdan sizlarga yetkazishimiz maqsadimiz bu olamga kirib turgan, bu bozorga kirib turgan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz pulni yo'qotib qo'ymasin, adashib qolmasin degan maqsadda. Lekin agar hozir darslarimizni ko'rib, yaxshi o'qimasdan turib, yana kirib, yana yo'qotilsa, bu bizning maqsadimiz noto'g'ri yo'lga ishlab ketib qolgan bo'ladi. O'shaning uchun iltimos, ya'ni uy mashqlarini yaxshilab qilishni so'rab qo'ygan bo'lardik. Endi shu tepada sanab o'tgan 6 ta narsamizni yaxshilab o'zlashtirib olgandan keyin endi nima talab qilinadi? Doimiylik. Hattoki bilsalaring, islom dini ham buyurgan narsalardan bittasi bu doimiylik. Nima? Masalan, balog'at yetganimizdan keyin to o'lganimizcha har kuni 5 mahal namoz, quyosh chiqishdan oldin va bitta soyga yetgandan keyin va hokazo 5 mahal namoz o'qish umrimiz oxirigacha. Xuddi shunga o'xshab, bu ishda ham doimiylik eng muhimi. O'zingizga yarasha kimligingizni bilib oldingiz, strategiyani tanladingiz, risk management to'g'ri qilib oldingiz. Endi shuni eng kamida bitta strategiyani 3 oy doimiylik bilan qilishlik. Agar shularga amal qilinsa, inshaalloh ishoninglar, pulimizni yo'qotib qo'ymaymiz va albatta birimiz 2 bo'ladi. Kirish oldiga, bozorga kirishdan oldin 6 narsaga amal qilamiz. Ular nima edi? Halollik, kimligimizni bilib olishimiz kerak, qanaqangi traderligimizni, birinchi demo akkauntda, produkt, ya'ni qaysi coin tanlashligimiz, strategiya, risk management va oxirgisi nima? Doimiylik. Bugun aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shular edi. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin, shunchalik biz bilan birgasizlar, shunchalik bizni kuzatib boryapsizlar va shu hafta xudo xolasa HBS jamoasi bilan jonli efir qilamiz. Savollaringiz bo'lsa to'plab tayyorlab qo'ysalaring, har bitta savollarga qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz va shu bilan birgalikda YouTube, Instagram kanallarimizga savollar bo'lsa javob yozib qo'yinglar. Ularga ham har bittasiga qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilyapmiz. Va bundan keyin ham biz bilan bo'linglar. Xudo xolasa bizni har oy yangiliklarimiz, har oy sizlarga bo'lgan surprizlarimiz bor va o'zimiz to'plagan bilimlarni, o'zimiz o'rgangan narsalarni sizlar bilan inshaalloh bo'lishib boramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.